Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 15-dan 22-martgacha ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 15-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 21 va 22-martda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 15-dan 17-martgacha 13-18 metr/sekund tezlikkacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 15 va 16-martda 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. 17-dan 20-martgacha 2-7 darajalik. Kunduzi 15-dan 21-martgacha 10-15 darajalik. 22-martda esa 12-17 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 18 va 21-22-martda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 16 va 17-martda 13-18 metr/sekund tezlikkacha kuchayishi mumkin. Harorat 15-martda kechasi 0-5 daraja iliq. Kunduzi 12-17 darajalik bo'ladi. 16-dan 22-martgacha kechasi 8-13 daraja iliqqacha, kunduzi 17-22 daraja iliqqacha ko'tariladi. Navoiy viloyati shimolida kechasi 15 va 16-martda 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. 17-dan 20-martgacha 2-7 darajalik. Kunduzi 15-dan 21-martgacha 10-15 darajalik. 22-martda 12-17 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 18, 19 va 21-22-martda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 17-martda 13-18 metr/sekund tezlikkacha kuchayishi mumkin. Harorat 15-martda kechasi 0-5 darajalik, kunduzi 12-17 darajalik. 16-martda kechasi 2-7 darajalik, kunduzi 14-19 darajalik. 17-martda kechasi 3-8 darajalik, kunduzi 14-19 darajalik. 18-martda kechasi 5-10 darajalik, kunduzi 12-17 darajalik. 19-martda kechasi 5-10 darajalik, kunduzi 15-20 darajalik. 20-martda kechasi 5-10 darajalik, kunduzi 17-22 darajalik. 21 va 22-martda kechasi 7-12 darajalik, kunduzi 17-22 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Faqat 16 va 20-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 17-martda 13-18 metr/sekund tezlikkacha kuchayishi mumkin. Harorat 15-martda kechasi 3-8 darajalik, kunduzi 13-18 darajalik. 15-dan 17-martgacha kechasi 7-12 darajaliqqacha, kunduzi 18-20 darajaliqqacha ko'tariladi. 18-martda kechasi 7-12 darajalik, kunduzi 15-20 darajalik. 19-martda kechasi 7-12 darajalik, kunduzi 18-23 darajalik. 20-martda kechasi 7-12 darajalik, kunduzi 20-25 darajalik. 21 va 22-martda kechasi 10-15 darajalik, kunduzi 20-25 darajalik bo'ladi. Farg'ona vodiysida, ya'ni Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 19 va 21-22-martda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 15-martda kechasi 0-5 darajalik, kunduzi 10-15 darajalik bo'ladi. 16-dan 22-martgacha kechasi 7-12 darajaliqqacha, kunduzi 17-22 darajaliqqacha ko'tariladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.